Samsung'dan yangi model Samsung Galaxy A36 siz uchun PlayStation Top 5 dana xarakteristikasini ko'rib o'tamiz. Birinchisi, smartfonimizni dizayni A56 ga o'xshab ishlab chiqarilgan bo'ladi, lekin A36 da yonbosh ramkalar ham orqasi ham plastik bo'ladi. Endi boshqa obzorchiklar, mana arkasi shisha emas, plastik bo'ladi. Smartfonimiz 195 grammni tashkil etadi, 704 mm bo'ladi, qo'lda turishi komfort darajasida bo'ladi. Ikkinchisi, smartfonimizning displeyi 6.7 dyumli Super AMOLED displey bo'ladi, Full HD rasheniyasiga ega, 120 Hz ni poddesh etadi, ya'ni displeyimiz plavni ishlab beradi. Smartfonimiz 1200 nitdan 1800 nitgacha quyosh tengida ishlab beradi. Uchinchisi, smartfonimizning eng qiziqarli joyi bu smartfonimizning protsessori bo'ladi. Snapdragon 6 Gen 3 bilan jihozlanadi. Bu segment orasida eng zo'r smartfonlardan biri bo'ladi. Smartfonimiz PUBG Mobile'da 60 FPS, ya'ni maksimum grafikasida 60 FPS ni tortib beradi. Dördüncüsü, smartfonumuzun asosiy kamerasi 50 megapiksel, selfie kamerasi 13 megapiksel, 4K 30 FPS'te. Arka kamerasını ham 50 kamerasını ham syomka etsak oladi. Arka kamerasında Full HD 60 FPS'te ham syomka etish imkoniyati bor. Bu smartfonimizda sun'iy intellekt qo'shilgan, uni ham ko'rib o'tamiz. Hop, Samsung Galaxy A36 smartfonimizdan sun'iy intellekt bazı rasmga tushiramiz. Hop, asosiy kamerada rasmga tushirdik. Sun'iy intellektini ishlatib ko'ramiz. Rasmlarni 40 tasasi kerak, men joylarini. Hop, yana girib oldik. Udalenный obyekt. Hop, masalan, şurada bir iPhone lishni joylab tashlaymiz. Va 10 ni qoldi. Xudo xolasa keyinchalik ustunda yaxshilab ishlasalar, shu Samsung S25 Ultra darajasida sun'iy intellekt sira ishlab beradi. Shuni bu joylardan как положение üstlerden etib beradi. 5-si, smartfonimizning akkumulyatori 5000 mAhni tashkil etadi. 45 wattli booster zaryadga ham poddesh etadi, ya'ni Ultra seriyasindagi booster zaryadga endi A36 da bo'ladi. Yana bir plusi, smartfonimiz IP67 darajasida suvat changas zashtasi bo'ladi. 1 metr suv tengida yarim soat durib beradi. Smartfonimizni narx qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariya plus belgisini qoldirib keting. Smartfonimizni xarid etsak bo'lsa, sizlarni barcha filiallarimizda kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.